Türkistan Cemiyeti Saylam Komitetining Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatining ikkinchi navbatlik saylamini o'tkazdiganligi haqidagi uqtirishi. Assalomu alaykum. Kanadaning har qaysi o'lka shaharlarida yashayotgan, yoshi 18 yoshga to'lgan va uningdan yuqori bo'lgan barliq Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlar. Bilgininglardek, Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyati raisining birinchi navbatlik vazifa tashmuriyati to'shib, ikkinchi navbatlik rais saylami yetib kelish oldida turmoqda. Bu munosabat bilan Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyati ikkinchi navbatlik saylam komiteti 9-oyning 11-kuni rasmiy saylam ilib bordiganligi haqida uqtirish e'lon qilgan edik. Ammo vatandagi zulmning og'irlashganligi, Xitoy hukumatining Xitoy virusi bahonasida G'ulji shaharni butunlay taqab, G'ulja xalqini och qo'yib qirg'in qilayotganligi haqidagi ichinishlik nidolar aks ettirilgan xabarlarni ko'rgandan keyin saylam komitetimiz Kanadadagi el jamoatining saylamni vaqtincha to'xtatib, norozilik namoyishlar tashkillash haqidagi cho'qqilarga ovoz berib, raislik taxtiga o'tirishga oldirashdan ko'chalarga to'kilib namoyish qilishga oldirayli degan shuar ostida butun diqqatimizni Xitoyga qarshi norozilik namoyishlariga markazlashtirgan edik. Shuning bilan bir vaqtda ma'lum bir guruh va shaxslarning Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining nizomnomalarini oyoq osti qilgan holda 2018-yildagi Kanada Sharqiy Turkiston jamiyati qurilish harfisida sobiq saylam komiteti chiqargan, allaqachon amaldan qolgan qonun narsalarni prinsip hisoblab, qachoq qonunsiz saylam ilib borsa, bizning undaq bir saylamni va uning natijasini e'tirof qilmaydiganligimiz haqida ikki bayonot e'lon qilgan edik. Mazkur bayonotning ruhiga asosan saylam komitetimiz 18-sentabr kuni Toronto Uyg'ur masjidida ilib borilgan saylamni va uning natijasini to'nimaydi hamda e'tirof qilmaydi. Shundaqla u saylamni Kanadadagi Uyg'urlarning irodasiga xilof bölünüşke sebep olgan Kanada'nın demokratik prinsiplerine, Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatining nizomnoma va prinsiplariga asilik qilgan Kanadadagi Uyg'ur jamoatining yo'l irodasi va ovoziga quloq solmagan qonunsiz va qochoq saylam deb qaraydi. Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatining hech qanday bedel pulini to'lab boqmagan, Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyati tashkillagan namoyish va faoliyatlarga kelib boqmagan bir kishining saylam mezgilida tuyuqsiz o'tirg'i chiqib, bu jamiyatning raisi bo'laman deyishi aqlga uyg'un emas. Uzun yillardan buyon Kanadada tomuz issiqda, qattiq yomg'irda va qaratan qishlarda vatan da'vosi yo'lida Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatiga agishib, ay yulduzluq ko'k bayroqni mahkam tutib, vatan yo'lida bedel to'layotgan aktiv faoliyatchilarimizga qilingan haqorat, huquq bor yerda albatta majburiyat bo'ladi. Majburiyatini ado qilmaganlar albatta Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatining rahbarlik qatlamiga kira olmaydi. Bu bir oddiy va aqlli savoddir. Shunga Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatining ikkinchi navbatlik saylam komiteti kim bo'lishidan qat'iy nazar Ruqayat Tuzush xonimning raisligini qat'iy e'tirof qilmaydi. Shu vajidan Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatining saylam komiteti Kanada Sharqiy Turkiston Jamiyatining nizomnomalariga rioya va hurmat qilgan asosdagi haqiqiy bir saylam ilib berishni qaror qildik. Saylam vaqti 10-oktyabr tushdan keyin 3dan 8gacha. Torontodagi markaziy saylam rayoni Sandman Hotelda. Adresi 5400 Dixie Road, Mississauga, Ontario. Saylam yana Torontodagi markaziy saylam o'rniga moslashgan holda Kanadaning Vancouver, Calgary, Edmonton, Windsor, Ottawa, Montreal qatorliq shaharlarda bir vaqtda ilib berildi. Bu shaharlardagi saylam o'rni va vaqti shu shaharlarda turishliq saylam komiteti a'zolarimiz tomonidan ayrim uqtirildi va riyosatchilik qilindi. Torontoni o'z ichiga olgan Kanadaning 7 shaharda ilib berilgan saylam naq maydoniga kelib, ovoz berish shaklida ilib berilgan bo'lib, naq maydonga kelolmaganlarning ovozi e'tirof qilinmaydi. Saylam ahvoli naq maydondan bevosita tarqatildi. Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining ikkinchi navbatlik saylamida o'zini raislikka kiritadigan nomzodning shartlari tuvanlikcha. Birinchi, Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur bo'lish. Ikkinchi, Kanadada yashagan vaqti oz deganda 5 yil bo'lgan bo'lish yoki Kanada fuqarosi yoki Kanadada mangulik turish ruxsati bo'lgan bo'lish. Üçüncü, Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining bedel pulini vaqtida to'lagan bo'lish. To'rtinchi, Kanada Sharqiy Turkiston jamiyati o'rlashtirgan har xil namoyish va faoliyatlarga aktiv qatnashgan bo'lish. Beshinchi, kuchli hamkorlashish ro'yi bo'lish. Oltinchi, vaqtini, zehnini, iqtisodini Uyg'ur davosiga atashga hozir bo'lish. Yettinchi, Uyg'ur davosi yo'lida duch kelgan har xil til haqorat, tuhmatlarga
bardosh bera oladigan kuchli ruhiy sog'lomlikqa ega bo'lish. 8. Kanadada jinoyat sodir qilmagan bo'lish. 9. Xalqaro vaziyat va Uyg'ur vaziyati haqida siyosiy bilimi bo'lgan bo'lish. Yuqoridagi shartlarni hozirlagan Uyg'ur qarindoshlarning 2022 yılı 5 oktyabr saat 12'ye kadar özünü Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti 2. növbetlik sayılan komitetiga reis namzatı sübtide ma'lum qilishini so'raymiz. Reislik namzatiga hozirga qadar o'zini ko'rsatgan kishi Tuyg'un Abduvali bo'lib, yuqoridagi shartlarni hozirlagan boshqa qarindoshlarningmi belgilangan muddat ichida o'zini reis namzatligiga ko'rsatishni qizg'in qarshi olamiz. Hurmat bilan Kanada Sharq Turkiston jamiyatining 2. navbatlik saylov komiteti 2022 yili 23 sentyabr Toronto